ko'rsam dilim yayraydi, bag'rim to'lar bo'lurman shod. Zikka bo'ling, dono bo'ling, aslo ko'rmang zavol. Temurbekdek bobangiz bor, oq yo'l tilab turar sizga. Yo'lingizni yoritguvchi go'yo mash'al bo'lar sizga. Xush kelibsiz dono bobo. Zikkar bolalar, buyuk temir haqida savol bermoqchi edik. Bergan javobingizdan ma'no termoqchi edik. Marhamat bo'lsa, savol javob berganimiz bemalol. Necha yoshda bugun bobomiz Temur? 690 der menishku. Qay shaharda tug'ilgan bobomiz Temur? Shahrisabz Erur Ulzot maskani, jahonlarga keng ochilgan eshigi. Qay shaharda bo'lgan bobomiz taxti? Samarqanddir asl uning poytaxti, Turon zamin Erur Ulzot vatani. Aytingchi Ulzot qandayda hayo, u vaqt bo'lmaganmi boshqacha baho? Yaxshi ko'rgan joydan silishni o'ynatib bo'lgan uchkur chavandoz, ilmu fanni ko'p o'rgan, ko'p bilgan, yana ko'p bilishga intilgan. Nega Ulzotning nomlari sohibqiron? Ikki yulduzga duch kelgan zamon, o'sha paytda dunyoga kelgan sohibqiron aql ila jahonni naf etganlar, adolatla sohibi zamon bo'lganlar. Qay diyorchining vatan Shahrikesh deya atalur u kishining vatani, chaman ichra chamanlarning chamani. Ulzotning qanday buyuk avlodlari bor?